Assalomu alaykum qadrli geosiyosat va siyosat muxlislari, qadrli do'stlar, jondoshlar, vatandoshlar, millatparvarlar, insonparvarlar va tabiatparvarlar. Xullas kalom, bugun ertalab tongda Amerikaning tinchlik bo'yicha vakili samolyotda Moskvaga yetib keldi. Ko'pchilik bu muzokaralar bo'lishiga, Amerikani bunday jon kuydirishga ishonmagan edi. Bu ishonmaganlar cho'g'ni tutkilab, xazon sepib turganlar o'zi aslida yoki befarqlar. Yetib keldi va birinchi bosqichda 1 oylik o't ochishni to'xtatish muhokama qilinadi. Bu yoqda Ukraina, Saudiya, boshqa Yevropa mamlakatlari va Amerika kelishuvga erishdi. Ma'lum bu endi Rossiya tomonining talablari va bu yoqdan bo'lgan takliflar va muddaolar kelishib olindi. Va men shuni aytaman, uzog'i bilan 3 kunda yoki qandaydir muzokaralar yoki boshqa ishlar bilan yana bo'lib qolishi mumkin. Bir haftada tinchlik bo'ladi. Tinchlik. Uch kun yoki 7 kun ichida. Va biz shunga erishdik o'rtoqlar. Va Zelenskiyga eslatma, yo Rossiyani, yo Amerikani kimnidir gapiga kirish kerak. Hech kim mamlakatni shunchaki rivojlantirmaydi. Buni oldin Islom Karimov aytgan, men ham aytaman. Agar bitta yoqda nimadir boshqa davlatdan bo'lsa, buyuk davlatdan, bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Hamma narsa uchun to'lanadi. Yo siyosiy, yo ma'naviy, yo moddiy, yo ma'rifiy, yo geosiyosiy. Kimdir qayerdadir qo'shini turadimi? Kimdir bir qurol beradimi? Kimdir bir nom beradimi? Bu siyosatda, davlatlararo munosabatda. Bu insoniylikda emas, davlatlararo munosabatda. Har bir narsa protokol qog'ozda turibdimi? Demak, hammasini hisob-kitobi bo'ladi. Chunki misol uchun O'zbekistonda birinchi metro qurilgan Markaziy Osiyoda. Nimani evaziga? 6 millionlik paxtani evaziga. Yoki Germaniya bugun rivojlandi, Yaponiya rivojlandi, Janubiy Koreya rivojlandi. Nimani evaziga? Bu yerlarni Germaniyani misol uchun federativ respublikasini bir qismi AQSh okkupatsiya qildi. Yoki Yaponiyaga atom bombasi tayyorladi. Janubiy Koreyani bosib oldi. U yoqdagi oltinlarni olib ketdi. Misol uchun Yaponiyadagi askarlarni sonini qisqartirib tashladi. Butun boshli Amerika qo'shinlari kiritildi yoqda. Birinchi hamma narsa olib ketildi. Urushda yutqazgani uchun yoki hammasi hisob-kitob qilindi. Yutqazgancha oltinlar, boshqa narsalar, konlar, orollar necha yilgadir. Va undan keyin kreditlar berildi, boshqa bo'ldi, demokratiya bo'ldi. Keyinchalik Amerika o'zini qo'shni oldi. Hatto arab mamlakatlaridan Britaniya bo'ladimi, Fransiya bo'ladimi, yoki eshittir bo'ladimi Eronda.
neftlarni olishdi, ma'lum bir texnologiyalarni olib kelishdi. Keyinchalik arab davlatlari yoki Eron mamlakati bu neftlarni milliylashtirib, texnologiyalarni milliylashtirib, ulushini oshirib, ana undan keyin boyib bordi. Aytmoqchi bo'lganim, hech narsa bo'lsa bo'lmaydi. U yoqdan qurol kelyapti, misol uchun Amerikadan qurol kelyapti, bu uchun hech narsa to'lanmaymish. Lekin yevropaliklar so'raydi bu berilgan qurollar. Shuncha odam chiqib boryapti, to'g'ridan to'g'ri hech qanaqa vizasi Ukrainadan misol uchun Amerikaga yoki Yevropaga. Hamma narsa hali hisob-kitob qilinadi. Va kuni kecha nima o'zgarish bo'ldi ya? O'zbekiston Respublikasi Prezidentidan Makron uchrashuvi bo'ldi. Bu yoqda endi Makron kelishuvga bormoqchi emas, endi atomlarini qaytadan qurib, O'zbekistondan uran sotib olmoqchi. Shuni hisobiga endi dasturxon yozib boshqacha anoda qilib yotibdi. Men baribir endi Rossiyani oldiga egilmayman, men baribir deyapti. Men uran olib bo'lsa ham deyapti, atomni qayta qurib bo'lsa ham deyapti, elektr energiya qilaman. Men ham buyuk davlat qilmoqchiman. Men Rossiya bilan kelishmoqchi emasman. Umuman bu mintaqada yo Fransiya zo'r bo'lishi kerak, Rossiya emas deyapti. Undan ota-bobolari ham shunaqa degan, bu ham shunaqa. O'zi Rossiya rivojlansa Yevropaga yaxshi-yu, Rossiyadan resurslar olgan. Endi nima deysizlar endi bular? Ikkita kalla bitta qozonga qaynamaymish-da endi. Agar xohlasa 8 ta kalla ham bitta qozonda qaynaydi. Xohlasa. Va birinchi mana shu yashasin shunaqa prezident, yashasin mana shunaqa mamlakat deb ariza yoki takliflarimni O'zbekiston hukumatiga jo'natuvdim. Shunaqa bir jumlalar o'qildi. Yashasin O'zbekiston, yashasin Fransiya deb endi. Yashasin-u, lekin dunyoda hammamni hamkorlik qilib yashash kerak. Aynan mana shu fransuz doiralari NATOga olib kiramiz, o'qilamiz, bo'qilamiz deb buyuk davlatlar, Fransiya, Germaniya, umuman shu g'arbiy Yevropa mamlakatlari gij-gijlab Ukrainani shunday nizoga olib kelishdi o'zi. Bo'ldi, keyin Makronni kelishi ham o'z-o'zidan bo'lmagani, Putin bilan uchrashuvdi, bo'ldi, kirmaydi. Biz hazillashgandik. Endi bu hazil emas, payt poylab nimadir qilish edi. Jig'iga tegish edi. Keyin bilishdiki, qo'shinlar to'plandi, urush boshlanadi va endi operatsiya yoki ularni faraz bo'yicha urush qimmatga tushib ketadi. Hamma narsasini hisob-kitob qilib ko'rishgandan keyin Makronga qimmatga tushib ketadi. Yugurib kelgandi o'shanda. Qilmaymiz. Men asabimga tegyapti sizlar deb Putin voyenniy operatsiyani boshlab yubordi o'sha payt. Mana endi nima bo'lyapti? O'zlari sanksiya qilib, o'zlari qiynalib o'tirishibdi elektr energiyadan. Yoki tabiiy gazdan, yoki qishloq xo'jaligi mahsulotlari. Birinchi o'rinda dondanmi? Qimmatbaho resurslar. Umuman Rossiyada hamma narsa mo'l, yer osti,
yer üstü boyliklar. Mana Rossiyani Osiyoni Yevropa bilan bog'lab turadigan samolyotmi, poyezd yo'lmi, avtomagistral yo'llar. O'zlariga qiyin bo'ladigan. Xullas kalom, ana shunaqa yangiliklar. Men shunday, agar 3 kun, bir haftada tez haq bo'lsa, men ham o'rtoqlar Toshkentga tezda qaytaman. Tinchlik bo'lsin. Bizni missiyamizni birinchi o'rinda millatchilarni yo'qotish va butun dunyoda terrorizmga bolta urish, butun dunyo va tinchlikka erishish. Butun dunyo. Agar mojaro kattalashib ketsa, albatta tinchlikka erishish zarur. Ammo oxiri ko'rinmas. Shunday ekan, bugungi kunda dunyoga tinchlik uchun tezroq tinchlik bo'lishini tarafdorimiz. Muzokaralarda barcha bir-birini taklifini qabul qiladi va 30 kunda bironta o'q ham uchib o'tmaydigan na chegaralar, na Moskvada yoki boshqa Kiyevdan, boshqa yoqdan bo'lmaydigan bir tinchlikka erishamiz degan katta bir ilincham emas, umidam emas, ishonchdaman. Barchani nima desam, qahramonlik qiladigan payt keldi. Sog' va omon bo'ling.